tajriba orttiraman degan odam bu orttirgan tajribasidan foydalana olmay qolishi mumkin. Aytdik, bir kishi giyohvand moddani totib ko'rdi, narkotik totib ko'rdi. Bir marta, ikki marta baylanib qoldi, ko'nikib qoldi, endi qutula olmayapti. Yana bir odam aroqqa kirishdi, ichdi, mukkasidan ketdi, aroq xarob qoldi, qutula olmay qoldi. Agar bularga avvalroq kimdir shu narsani ilmidan xabar berganida, avvalgilarda ilmidan foydalanganida o'zi shu musibatga kirib qolmas edi. Xulosa, agar kishi har bir narsani o'zi totib ko'rish bilan, o'zini boshidan o'tkazish bilan ilm hosil qilish yo'lini tanlasa, katta mushkulalarga kirib qolishi turgan gap. Masalan, yana protsentga bir odam pul oldi. Bir res olib borib kelib, shunday uzib qo'yaman dedi. Shu bilan ilashdi. Uyini sotdi, ko'chada qoldi. Xonimonidan ayrildi. Mana endi ilmli bo'ldi. Nima qilib bo'lmas ekan? Olib bo'lmas ekan. Protsentga pul olib bo'lmas ekan. Avvalgilar aytgan edi bunga. Unamodi, boshidan o'tkazdi, mana oshirsin endi. Ko'chada qoldingiz,